هذا سؤال مهم جدا لأن المؤرخين أيضا بحثوا فيه. Bu juda ham muhim savol. Chunki tarixchilar ham bu haqda izlanishlar olib borishgan. Dar haqiqat, o'sha vaqtdagi siyosiy va ijtimoiy holat xavorijlarning qattiq adashishlariga olib kelganmi? Ba'zi tarixchilarning qayd etishicha, bu odamlarning ayrimlari ruhiyati nosog'lom shaxslar bo'lgan. Chunki ular orasida Usmon roziyallohu anhu ni o'ldirganlar ham bor edi. Ana o'shalar xavorijlardir. Hatto ular Ali roziyallohu anhu ga ham qavmni jazolamasang, seni ham ularga topshiramiz. Xuddi Usmonni topshirganimizdek deb tahdid qilishgan. Demak, ular Hazrat Usmonning davrida ham yashashgan. Nazarimda, o'sha vaqt daromad va boylikdan kelib chiqqan ijtimoiy muammolar mavjud bo'lib, bu holat ba'zi odamlarni isyonga yetaklagan. Bundan tashqari yana bir ijtimoiy holat ham bor edi. U ham bo'lsa, musulmonlar o'rtasidagi ikkiga bo'linishdan, ya'ni ikki jamoa, ikki armiya, hatto ikki xalifa bo'lib, har biri boshqasiga qarshi urush olib borishidan g'azablanish holati vujudga kelgan edi. Mana shu barcha sabablarning jamlanmasi ba'zi toifa insonlarning mutaassiblashuvi va isyoniga sabab bo'lgan. Ularning xalifalik nazariyasiga qarshi chiqishlari yoki xalifa Qurayshdandir hadisiga qarshi chiqib, aksincha har qanday odil odam ummatga yetakchilik qila oladi deyishgacha bordilar. So'ngra agar bu podsho insonlarga zulm qiladigan bo'lsa, uni o'ldirish yoki hokimiyatdan chetlatish mumkin deyishdi. Lekin ular oldida birinchi galda podshoni o'ldirish maqsadi turardi. Bu haqiqiy qonxo'r g'oya edi. Shuningdek, ular hatto imomlik muhim emas, agar jamiyatning a'zolari o'zaro insof bilan muomalada bo'lsa, hech qanday rahbarga ehtiyoj yo'q degan edilar. Bu g'oya orqali ular butunlay qarshi tarafga o'tishni xohladilar. Ular go'yo barcha toifa bir xil bo'lgan jamiyatni xohlashardi. Barcha teng, barcha adolatli. Ular hokimiyat tizimiga ham, imom Qurayshdan bo'lish haqidagi hadisga ham, xalifalikka ham barchasiga qarshi chiqishdi. Bular kim bo'lishi mumkin? Isyonkor bir guruhdan boshqa narsa emas. Ularning ba'zi g'oyalari nihoyatda ajablanarli. Masalan, imom zolim bo'lsa, uni o'ldirish kerak degan fikr. Bu gaplar haq gap bilan botilni ko'zlash hisoblanadi. Ular hukm faqat Alloh ixtiyoridadir degan oyatni dalil keltirganlarida Ali roziyallohu anhu ularga javoban bu haq so'z, lekin u bilan botilni ko'zlayapsiz dedilar. Ular garchi Qur'onni ko'targan bo'lsalar ham Qur'on ahli emas edilar. Ba'zi tarixchilarning fikricha bu harakat ortida xavorijlar bilan Muaviya armiyasi o'rtasida muayyan siyosiy kelishuvlar ham bo'lgan. Har holda boshlanishda ular 12 ming kishi edi. Keyin esa sahobalarni o'ldirishdi. Abdulloh ibn Abbos ular bilan suhbat qilish uchun yuborildi. Ular unga sizning do'stingiz, ya'ni Ali insonlarni hukm qildirdi. Holbuki hukm faqat Allohniki deyishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu boshqa hukm yo'qmi? Hukm faqat Allohning ixtiyoridami deb bir qancha dalillarni keltirgan holda ular bilan munozara olib bordi. Biroq ular faqat Alloh hukm qilsin deb turib oldilar. Lekin bu oyat karimani noto'g'ri ma'noda talqin qilish bo'lib, ular siyosiy va harbiy maqsadlarga erishish uchun ana shunday xato tafsir va ta'vilga yo'l qo'ygan edilar. Shu bois musulmonlarni qirib tashlashga o'tdilar. Va oxirida ko'p bora aytib o'tganimdek, Ali roziyallohu anhu ni ham o'ldirdilar. Amr ibn Os va Muaviya roziyallohu anhularni o'ldirish uchun ham odam yubordilar. Ya'ni bir kechada uchala katta shaxsga suiqasd rejalashtirishdi.